Assalomu alaykum. Bugun sizlarga SAP korxonasidan ishlab chiqarilgan SEM 2016 modelimizni qisqacha obzor qilib o'tamiz. Bu modelimiz 2016 2 tonna 160 sm ga ko'tarib beradi. Eng baland ko'tarilgani shu holatda bo'ladi. Lapani uzunligi 1.15 bo'ladi. Eniga chapga o'ngga bemalol yurg'izib yuborsanglar bo'ladi buni. Tepasidan chapga o'ngga yurg'izib yuborsanglar bo'ladi. Standart Euro standart paddollarga bemalol tushiradi bu. Hozir tush holatlarini ham ko'rsatamiz. Bu qo'l avtomat bo'ladi. Nechaki yo taraf itaradigan bo'lsanglar, mana shu yerda. Asl shu yerda o'zi. Tepaga ko'tarish uchun faqat o'zimizga tortsa bo'ldi. Shu jihati qo'lning avtomat hisoblanadi. Yurishlari ruchnoy bo'ladi. Yurili bor, chapga, o'ngga, orqaga yurg'izsanglar bo'ladi. Balonlari komplektida ikkita mana kalti bo'ladi. Qo'llanmasi korobkasi bo'ladi. Korobkasining ichida zaryadkasi bo'ladi. Bittasi meni 12 soatga xudo xolasa bemalol yetib beradi ishlashingiga. Ixchamgina, baland ko'tarilganda ham temir ramasining razmeri 2.10 bo'ladi. Hamma mashinalarga sig'ib keturadi. Yotqizib borib tursa ham xudo xolasa bo'ladi. Pastda nomerni qoldiramiz, aloqaga chiqib qo'rasizlar. Narxlari ancha arzon chiqqan bu modelimiz.